Assalomu alaykum qarindoshlar. Qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun qon tekshirish va uning turlari to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlamoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Mendan sog'lomlik jihatda maslahat elish uchun men bilan aloqalashgan ba'zi qarindoshlar o'zlarininki qon tekshirish natijasiniki normal ekanligi, biroq yana bearomlik his qilayotganligi, nima uchun bu qon tekshirishda normal chiqadi, o'zida bearomlik bo'lsa-mu, bu qon tekshirishning natijasida uninki nima sababli ekanligi chiqmaydi degandagidek ba'zi savollarni so'ragan bo'ldi. Shu sababdan ben bugun mushu qon tekshirish degan vaqtida zodi nimalarni tekshirdi, u qaysi turlarni o'z ichiga oladi, uninki qandaq turlari bor, biz normalda degan qon tekshirishda zodi qanchalik uchurlarga erisha olamiz degan jihatlarda qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Hamda bu ko'pincha qarindoshlarningki mendan so'ragan ahvoliga asoslangan vaqtida tuvandagi bir necha taraflarda qarindoshlarningki tushunchasi toza aniq emas ekan. Birinchidan mushu qon tekshirishningki natijasi normal deganlik badanda kasal yo'q deganlik bo'lamdi. Ikkinchidan mushu qon tekshirish orqali nimalarga erishgili bo'ldi? Bu jihatdimi qarindoshlarningki tushunchasi toza aniq emas ekan. Üçüncüsü, qon tekshirish orqali badanda mavjud kasalliklarning hammasini bilgili bo'lamdi. Bumu shu qarindoshlarning mendan so'ragan savollarga asosan yakunlab chiqargan yana bir muhim savol. To'rtinchisi bo'lsa, qon tekshirishning qandoq turlari bor? Ya'ni bu qon tekshirish degan vaqtida hammani o'z ichiga olamdi yoki turlar bo'yicha qandoq turlarda nima uchurlarga erishgili bo'ldi? Shu 4 jihatda men qisqacha tushuncha berib o'tmoqchi. Hamda birinchi savolga kelsak, qon tekshirish natijasi normal deganlik, badanda kasal yo'q deganlikmi degan vaqtida albatta undaq emas. Chunki doktor har bir kasalningki, har bir bemorning ahvoliga asosan ma'lum jihatda qon tekshirish ilib berishi mumkin. U qon tekshirishninki natijasiniki normal yoki normal bo'lmasligi faqat shu tekshirgan doira ichida cheklandi. Masalan, bir turni tekshirgan bo'lsa, u normal chiqqan bo'lsa, shu faqat shu tekshirgan turi ichida normal deganlik bo'ladi. Uningdan boshqa jihatda chatoq yo'q degan yakunga erishgili bo'lmaydi. Undan boshqa bu qon tekshirish orqali bilgili bo'ladigan kasallik bor, bilgili bo'lmaydigan kasallik bor. Chunki ba'zi kasalliklarningki kasallik sababidan qondagi ma'lum moddalarda yoki ma'lum hujayralarda o'zgarish bo'ladi. Shu orqali biz qon tekshirish orqali shu o'zgarishni bayqay olamiz. Lekin ba'zi kasallarda u qonda ko'p o'zgarish paydo qilmaganlik uchun qon tekshirish orqali u kasal to'g'risida biz bir qimmati va uchurga erishamaymiz. Ikkinchi savol, qon tekshirish orqali nimalarga erishgili bo'ldi degan vaqtida bu men yuqorida o'tgandagidek shu badanda yuz bergan kasallikninki qonga keltirib chiqargan natijasi qanchalik bo'lsa, biz qon tekshirish shu turlar bo'yicha qon tekshirish orqali shu o'zgarishni bayqay olishimiz mumkin. Uchinchisi, qon tekshirish orqali badan mavjud kasalliklarning hammasini bilgili bo'lamdi degan vaqtida albatta bilgili bo'lmaydi. Bo'lishi notayin bir qism kasalliklarni bilgili bo'lishi mumkin. Ya'ni men yuqorida o'tgandagidek, shu kasallik ahvoli qonda yoki qondagi moddada yoki qon hujayralarida o'zgarish paydo qiladigan bo'lsa, u vaqtida qon tekshirish orqali u kasalga munosabatlik qimmati bor uchurlarga erishgili bo'ldi. Agarda men yuqorida o'tgandek bu kasallikningki qonga ko'p ta'siri bo'lmasa,
u vaqtida uning orqali bu qon tekshirish orqali o kasalga oid qimmati va uchurga erishgili bo'lmaydi. Endi qon tekshirishning qanday turlari bor degan vaqtida men tuvanda shu ko'p qo'llaniladigan, ya'ni doktorlar ko'p ishlatadigan qon tekshirishning turlari to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Oldi bilan men odatda ko'p ishlatadigan qon tekshirishning turlarini sizlarga tushuntirib o'tmoqchi. Birinchisi shu eng ko'p qo'llaniladigan yoki biz kasal ko'rish uchun doktorga ko'ringan vaqtimizda eng ko'p tekshiriladigan qon tekshirishni biz complete blood count test deymiz yoki bo'lmasa shu qon hujayralarni soni to'g'risidagi tekshirish. Qon hujayralar degan vaqtida qizil qon hujayralari, oq qon hujayralari va shu qizil qon oqsili degandagidek shu qon hujayralari bilan munosabatlik sonliq ma'lumotga erishish to'g'risidagi bu tekshirish normalda eng ko'p ishlatadigan tekshirish bo'lib, bu orqali shu badanda yallig'lanish bormi yo'qmi, ya'ni virus yoki bakteriyadan kelib chiqqan yallig'lanish bormi yo'qmi, andan keyin shu qon hujayralariniki sonining yuqorilash, tuvanlash, andan keyin qizil qon shu oqsilniki yoki qizil qon hujayralariniki miqdoriga qarab qon kamlik bormi yo'qmi degandagidek shu uchurlarga erisha olamiz. Bulardan bizda yuqumlanish ahvoli bo'lgan vaqtida oq qon hujayralari ko'payib ketishi mumkin. Andan keyin bizda qon chiqish yoki qon kamlik bo'lsa, qizil qon hujayralari, qizil qon oqsil miqdori tuvanlab ketishi mumkin. Anan oq qon hujayralari odatda haddidan ziyoda ko'payib ketgan vaqtida balkim ba'zi qon rakiniki alomatlari bo'lishi mumkin. Bu shu qon hujayralarining soni to'g'risida tekshirish ilib berish biz normalda kasal ko'ringanda eng ko'p tekshiriladigan qon tekshirish mush turga kirdi. Ikkinchisi andan keyin asosliq metabolizmlik tekshirish degan vaqtida shu qondagi har xil mineral moddalar, masalan natriy deymiz, kaliy deymiz, kalsium deymiz yoki qondagi shakar degandagidek shu qondagi shu moddalarniki tekshirishi, andan keyin shu qondagi börekni tozalab chiqaradigan qoldiq moddalarniki miqdori degandagidek bular basic metabolic test, ya'ni asosliq shu metabolizmlik tekshirish deganni shu yuqorida birinchi qon hujayralarini sanashdan qilib qolsa, bu eng ko'p ishlatadigan bir qon tekshirishi hisob bo'ldi. Andan keyin uchinchisi bo'lsa complete metabolic test, ya'ni to'liq bo'lgan metabolizmlik tekshirish. Bu yuqoridagi shu ikkinchi turdagi tekshirishni o'z ichiga olgandan sirt, andan keyin shu qon oqsili, andan keyin shu jigarningki iqtidoriga oid ba'zi tekshirishlarni, o'tning jigarning iqtidoriga oid ba'zi tekshirishlarni ikkinchi turdagi tekshirish bilan qo'shib ilib borgan vaqtida bu to'liq metabolizmlik tekshirish hisoblanadi. Bumi odatda kasal ko'ringan vaqtimizda uchinchi ko'p ishlatadigan tekshirish hisoblanadi. Andan boshqa, andan keyin shu yoshda biroz cho'ng, semiz, andan keyin qon qo'yiqlashib qilish yoki yurak kasali bor deganlarga nisbatan shu kolesterol va moy jihatda tekshirish ilib berish bumi ko'p uchraydigan qon tekshirishninki bir turi. Undan boshqa
alayda qon tekshirish turlari degan vaqtimizda men bu yerda biroz nisbatan ko'p qo'llanilgan 15 turlik qon tekshirishni tizib chiqdim. Albatta qon tekshirishning turlari yolg'iz bular bilan cheklanib qolmaydi. Buningdan boshqa yana ko'plagan alayda tekshirish, ya'ni kasallik alomatiga, kasalning ehtiyojiga qarab doktor o'xshamagan turdagi alayda tekshirishlarni ilib berishni tavsiya qilishi mumkin. Buning ichida birinchisi mushu jigar kasalliklari bilan munosabatli jigarning iqtidori to'g'risida qon tekshirish, ikkinchisi börekning iqtidori to'g'risida qon tekshirish, uchinchisi anandagi diabet kasalligi bolaga nisbatan teg'imi ichkirilgan holda mushu qondagi shakar moddalarini tekshirish, anandagi vitamin to'g'risida tekshirish ilib berish, anandagi beshinchisi bo'lsa mush qalqonsimon bezning iqtidorini tekshirish, anandan keyin oltinchisi bo'lsa badandagi har xil enzim to'g'risida tekshirish ilib berish, yettinchisi mushu jinsiy yuqumli kasallik bor insonlarga nisbatan mushu jinsiy yuqumli kasallik tekshirishi ilib berish, ya'ni qon orqali masalan aydis kasal to'g'risida tekshirish ilib berish degandekidek mushu jinsiy yuqumli kasalliklar to'g'risida qon tekshirish. Ana 8-si bo'lsa qonning uyushib qolishi to'g'risida qon tekshirish. Bumi alayda qon tekshirishninki bir turi. 9-si mushu qizil qon hujayralarininki mush pastga o'ltirishish suratini tekshiradigan, ya'ni erythrocyte sedimentation rate test deydi. Saytiga qanchalik mushu qizil qon hujayralari tövenge mushu qonni ilib jim qo'ygan vaqtida qon hujayralari tövenge qanchalik tezlikda o'ltirishidi degan orqali ba'zi kasalliklarni bilish mumkin. Masalan shu revmatizmli kasalliklar va ba'zi kasalliklarda mushu qizil qon hujayralarining o'ltirish surati tezlashib ketadi. Anandan keyin C creatine protein test deydi. Bu alayda mushu bir xil oqsilniki miqdorini tekshirish. Anandan keyin mushu yurak kasali bilan munosabatli enzimlarni tekshirish. 12-si anandan keyin mushu erlik jinsiy hormonlar orqali erlik jinsiy hormonlarni tekshirish. Bu orqali erlardagi ba'zi kasalliklarni bayqash mumkin. 13-si mushu mazi bezi antigenini tekshirish. Bu mushu erlarning mazi bezida bo'lgan ba'zi kasalliklarni bayqashda alayda rol o'ynaydi. 14-si ayollik hormon to'g'risida qon tekshirish. Bu ayollarda bo'ladigan ba'zi kasalliklarni bayqashda alayda muhim. 15-si bu ayollik hormonining ichidagi alayda bir xil turi bo'lib, ya'ni SCG test. Bu mushu ayollarning ig'roq bo'lib qolishida, anandan keyin ba'zi ayollarning ba'zi raklarninki rak kesili bo'lmaganligini tekshirishdimi bu HCG tekshirishni ilib bordi. Bular mushu alayda qon tekshirishning bir qism turlari bo'lib, buningdan boshqa men yuqorida deb o'tgandagidek nurg'un boshqa alayda tekshirishlar bor. Ya'ni bo'lib bek kam uchraydigan kasalliklarga nisbatan ba'zi tekshirishlar normalda ishlatilmasimi, lekin bemorningki ahvoliga qarab tekshirish ilib boradigan gap. Shunga qon tekshirgan vaqtida normal chiqdi degan vaqtida biz nimani tekshirgandingiz, qaysi normal ekan deb so'rashimizga to'g'ri keldi. Anandan keyin qon tekshirishda nimani tekshirgan bo'lsa, nima normal chiqqan bo'lsa, faqat shu tekshirgan doirada normalligini bildirdi. Uning sirtidagi narsalarning normalligini bildirmaydi. Bu mushu ba'zi qarindoshlar mendan maslahat so'rash jarayonida mushu bir xil qaymuqush kelib chiqqan bo'g'achqa men bugungi bu leksiyarimda mushu qon tekshirish to'g'risida qarindoshlarga yuqorqidek qisqacha bir tushuncha berib o'tdim.
Bu qan tekshirish va uning turlari to'g'risidagi bu leksiyani men mushu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarningki diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Agarda bu sog'lomlik to'g'risida va boshqa mush munosabatlik temalar to'g'risida so'raydigan savollaringlar bo'lib qolsa, menga email orqali avazsanglar yoki WhatsApp orqali avazsanglar, men keyingi leksiyalarimda u mazmun degani bo'lib, bak ko'pchilik qiziqqan mazmunlarda to'xtalishga tirishman. Hammanglarning diqqat berganinglarga yana bir qitim rahmat. Xayr xo'sh, ko'rishishga omon bo'linglar. Allohga omonat.